aslida o'zimizda urib ketganda, to'g'risi bu mavzuni gapirmoqchi emasdim, lekin bugun Instagramda videolar ko'rib asabim buzilib ketdi. Hayron qolgan narsam, bizni o'zbeklar bor-ku, bir ovqat yeyish bo'yicha, bir yoqda kiyim do'konda skidka bo'layapti-kan desa, bir joyda tekinga osh tarqatilyapti-kan, mayda 9 ta somsa yesang, 10-inchisi tekin ekan, 15 mingta mana oshni yeb qo'ysang, 10 mingta mana pivani ichib qo'ysang, $100 yutib olasan, Dubayga bilet yutib olasan. Ovqatda, ovqat. Bizni umr hayolimiz ovqat yeb ichish. Birov tug'ilsa ham oshqi, birov o'lsa ham oshqi, to'yda ham oshqi, tug'ilgan kunda ham oshqi. Instagramda ham 10 ta reelsdan 9 tasi ovqat haqida. Rekord nima bo'yicha desang, 20 tonna osh qildi, 8 metrli shashlik qildi. Ota-onalarimiz ham yoshligimiz. Bugun maktabda ota-onalar majlisi desa, xotiniga qarab, "Er bor, sen bor, men vaqtim yo'q", deb xotin aytadi, "O'zingiz boring, men nima deyman?" 7-sinf bolani ota-onalar majlisiga 8-sinf akasi keladi. Umuman bolani kelajagi bilan qiziqish yo'q. Sportga berib yoki bir ilm-fanga berib boshqa qilib, men o'zim bir kitobxon odam emasman. Oddiy inson sifatida shaxsiy subyektiv fikrimni aytyapman. Kecha mana pivo festivali bo'ldi, men hayron qoldim. Instagram videoni ko'ryapman. Bolalardan ko'p qizlar bor pivo festivalida. Shu yerda yuribdi bemalol. Ochiqchasiga tomoshaga borgani qancha, ichish uchun borgani qancha, o'sha yerda ichib kayfi qotib qolib, o'ynab bir odamgarchilikdan chiqib ketayotgani qancha. Bir diniy tomonlama olib qaramayapman bu narsaga. Oddiy misol, ziyon tanaga. Bo'ldi. Piva, aroq, alkogol, spirtnoy hamma ziyon. Uni etiketikada ham yozib qo'yibdi. Sigaret sotib olsangiz yozib qo'yibdi. Jinsiy zaiflik, rak, bepushtlik, erta o'lim, o'pka deb yozib qo'yib sigaretga. Kelinglar, mana yerga 4 ta daraxt ekamiz. O'zbekiston ekologiyasiga hissa qo'shinglar. Ko'chalarda, shahar chekkalarida yotgan kanallarni tozalab, musorlardan hamma joy chiroyli qilaylik desa, 4 ta odam bormaydi o'shanga. Maktabdan, institutdan, bog'chadan bolalarni majburlab olib borib tadbirlarga, yoshlar bilan hokimiyat uchrashuvi o'tkazaman desa, iltimos qilib olib borish kerak hokimiyatga. Mana yoshlarni kelib ketinglar, 5 ming tadbirda turib turinglar deydi. Lekin mayda skidka bo'lsa kiyim do'konga, bir joyda ovqat tekinga tarqatilsa, bir qiviziga, bir bolaga bo'lsa hamma shu yoqda. Lekin kelinglar, mana bir tadbir bo'lyapti, kitobxonlik narsalar bo'lsa, bironta odam yig'ilmaydi. 4 ta choldab borib o'tkazib qo'yadi, bo'ldi, hech kimga qiziqmaydi. Umuman insonning kelajagi uchun bir manfaatli narsa bo'lmasa, hamma shu yerda to'planadi-da. Iltimos sal bir tafakkurni to'g'rilaylik, odam ichki dunyosini to'g'rilasin. Men o'zim ham obod emasman to'g'ri. Lekin bu darajada emasman-da. Bir atrofdagi narsalarga e'tiborsiz bo'lmaylik, iltimos. Gaplardan xafa bo'lmanglar.